Bu Minecraft, lekin bu realizm Minecraft. Qanday qilib deysizmi? Oxirigacha ko'ring. Hammasini biz siz bilan ko'rib chiqamiz. Atrofda shunaqa orolchalar bo'ladi. Bizning maqsad esa mana shu xarobani odam yashaydigan qilish. Men bu videoni tayyorlashim uchun 2 soat tinmay telefon oldida montaj qilishimga to'g'ri keldi. Asam bo'lsa, shu la'natli takrorlanmas tugmani obuna tugmasini bosib qo'yish imkoniyating bor. Iltimos obunani bosib qo'y. Hali O'zbekistonda ko'rmagan Minecraft Bedrock versiyadagi modlar va ajoyib narsalarni mening kanalimda ko'r. Ishonaver, mendan uzoqlashma. Ha, aytgancha, agar shu la'natli tugmachani bosa olmasang, sen chaqaloqdan-da zaifroqsan. Spawndan bo'ldik. Mana xarobani oldi spawn bo'ldi. What? Cho'chqalami? Qanday samratishga. Tak. Endi nima qilsak bo'ladi? Atrofni o'rganish kerak. Uy shinamgina. Qanaqa uy deyapman? Xarobasi chiqib olibdi. Uy qiladigan menman. Respawn point o'rnatib ko'ramiz va sandiqni ochamiz. Qani? Nima? Shumi? Mayli, narsalarni olamiz. Lullan kiyimni beryapti menga. Chiragan kartoshka nima kerak bizga? Bitta donani olamiz. Qani bir lullan kiyimini kiyib ko'raylikchi. Bo'lishi mumkin emas, luli bo'lib qoldim o'zim ham. Mayli. Uyim oldida kimdir aylanyapti-da. Men cho'chqacha ekan. Oldiga chiqaylikchi. Bechora cho'chqa qochib ketmabdi-ku, uni turibdi mayli. Tegmaymiz olmalar. Hoppa, yaxshi. Buni ham olamiz. Yaxshi. Buni ham olamiz. Yaxshi. Va nimaga daraxtlar tagi nimadir bo'lib ketgan? Suvga tushib ketdim. Bilan ursa hech nima qilmasmi ekan? Nima bilaman, bo'qrayib qarab o'tiribdi. Men sendan qasos olaman. Hozirgina uning bolasi menga gapirib ketdi. Mayli, kechirmayman. Suvga tushib ketyapman. Mayo, bu yerda oq qarindoshlari ham bor ekan. Okey, olamiz. Buni ham olamiz va buni ham olamiz. Ajoyib. Va buni ham olamiz. Bolalar atrofda o'rganish kerak. Men harom qolayotgan narsa nima? Men daraxtlarning tagimni oqarib qo'ygan. Dengizlarni ko'rasizlar mana. Oqarib qo'ygan, nima bilmayapman. Nima oqarib qo'ygan. Daraxt chopamiz. Mana buni ham qilib qo'ysak, endi chopamiz. Bum. Okey, bularni ham olamiz. Okey. Ekib qo'ysak. O'tirsak emas ekan. Mayli, qilamiz. Ishyoqmas bir g'alati bo'laman-da. Daryo oldiga boraylikchi. Qanday chiroyli manzara. Bitta kiygan bor ekan. Maytdi, ketishga, o'tirishga zo'r joy qilib qo'yibdi. Aytdi, birinchi ko'ringan narsa mana bu narsada. Qaranglar, bo'lman qo'ymagan bu qo'ynini. O'shaning uchun ham pishirish kerak. Bizda pechka bormi? Pechka yo'q ekan. Mayli endi. Maytlarni birinchi o'rinda tuzatib chiqamiz. Okey. Bo'ldi. Hammasi tayyor. Buni qo'yamiz va respawn pointni yana bitta o'rnatamiz. Nima qilsak bo'ladi hozir? Mayta to'g'rilab qo'yish kerak. Oyda mana shu yomon mol yurtda uyim oldi. Oldiga boraylikchi. Bana chiqquncha qochib ketibdi. Mayli. Qaranglar, qaranglar. Nima bu? G'alat bo'lib qopti. Mayli do'stlar, biz endi kon qazishimiz kerak, bizga toshlar kerak. Mana bu nima u? Rudami? Qaziylikchi. Okey. Nima? Dasijini berdi. Nimadir, qanaqadir. Qani mayli bu. Revtin ekan. Mayli. Va do'stlar, men bu yerga kon qazidim va
Bu yoqqa nima desa bo'ladi? Fakelsiz tushish, xato ish shuning uchun ham ketdi. Tak, mana nima u? Nima ham bo'lardi, nimadir bo'lsa kerakda endi, nima qayerdan bilayman. Uyimda fakel bormikan? Mana tutib o'g'lab qo'yaylikchi. Let's fucking go. Tak. Hoppa bo'ldi, hayyor. Oh, jonajon uyim. Qani kiramiz. Tak. Biz aytdik nima yasaymiz hozir? Biz hozir nima yasak bo'ladi? Onlarni taxtaga aylantiramiz, buni ham aylantiramiz. Keyin bo'lsa buni ham aylantiramiz. Okey, hammasi zo'r bo'ladi. Endi bo'lsa nima yasak bo'ladi? Biz bitta pechka yasaymiz. Dabollab pechka yasash uchun shu konga tushdim. Va buni bu yoqqa o'rnatamiz. Ajoyib! Endi bo'lsa biz qumni pishirib olamiz, chunki bu oyna uchun kerak bo'lib qoladi hali kelajakda. Ungacha yashbalalik qilib turaylik o'rpas. Krat ustida takmay cho'tta ko'zimga g'alati ko'rinyapti-da, buning uchun 6 ta qum qazish kerak. Va ularni pishirish kerak. Va bitta pishdi. Lekin o'sha ishni qilmaymiz. Tak. Bularni solamiz va tayyor do'stlar. Va bo'ldi. Va shu payt zapisni o'chirdim-da, tekstura o'rnatdim. Bo'ldi, bizda yangi tekstura o'rnatdim. Mana ko'rasizmi, bunaqa oq outline. Oynani olib tashladingmi desanglar, yo'q, bu tekstura shunaqa qilib beradi. Nimaga o'yinga kirib chiqsam, nimagadir kech bo'lib qopti. Biz hozir sandiqqa narsani solayotganimizda kechmas edi. Mana o'sha sandig'imiz va bu yozuvlarni kichkina qilib chiroyli qilib beradi. Ko'ryapsizlar? Uxlaymiz. Okey. Turdik. Mana outline qilib beradi. Mana oyna ko'ryapsizlar? Oynani shunaqa ko'rinmas qiladi. Buni qayerdan olaman desanglar, qanday qilding desanglar, Telegram kanalimga albatta tashlayman. O'sha Telegram qaranglar. O'sha Telegram kanalimni bemalol yuklab, o'zingizlarga qo'yishinglar mumkin. Va bolalar qaranglar. Sassiq bizga hech nima sotmas ekan. Sotgisi ham kelmayapti ekan. Va do'stlar, Telegram kanal silkasini opisiya va kommentariyada qoldiraman. Opisiyadan o'tib bo'lmasa ekan Telegram kanalimga. Shuning uchun ham ko'zinglarni qisib kommentariyadan o'tinglar. Va yana kon qazishda davom etamiz. Birinchi qism tugadi do'stlar, lekin sizlarga yomon xabarim bor. Bu nima desanglar, bolalar shu payt birdaniga zapis o'chib qoldi. Men g'orlarga tushgandim, temirlar topgandim, zapis o'chib qoldi va hammasi dabdala bo'ldi. O'ylaymanki, menga ishonasizlar va keyingi qismda sal boshqacharoq narsa bilan chiqamiz. Chunki men o'zim xohlamagandim, zapis o'chib qoldi bolalar. Va hammaga xayr, obuna bo'lib like bosishni esingizlardan chiqarmanglar.